Mana Osiyo chempionatida birinchi o'rin olishdi. Уже 3 karra Osiyo chempioni, 3 karra respublika chempioni, O'zbekiston kubogi sohibi, finalist respublika, finalist O'zbekiston chempionati. Mana Bayzakov Azimjon. Rosa qiynaldi. Rosa qiynaldi. Ko'rib turamiz. Bu endi mehnat, ota-onani mehnati. Shunchalik sharoit qilib berib, to'g'ri yo'l ko'rsatib, ishonib qilgan mehnati-da. Biz ham harakat qilamiz. Yaxshi bo'lishga radikalimiz bor. O'sha Azimjon birinchi o'rin olganda telefon qilib rosa tabrikladi-da. Xudo xolasa meni ham o'g'lim mana shu Azimjonga o'xshab chempion bo'lib yursin deb shu ertalab keldi, telefon qilib uyimga kelib mana shu Azimjonga anaqam bor, sovg'am bor, o'shani berib qo'yasan meni nomimdan. Kimligini aytmaysan dedi. O'sha tabriklab berib qo'yaman. Endi bu ota-onasini hissasi, ota-onasini anaqasi. Mana bu Azimjon sizga ehson. Xudo xolasa sizlar ham nasib qilsin shunaqa bo'lishga. Ha? Mayli, sog' bo'linglar.